Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi darsimizda sizlar bilan Django va Celery'ni qanday qilib integratsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Celery umuman olganda nega kerak? Celery background va asinxron tasklarni bajarish uchun kerak bo'ladi. Aynan bugungi darsimizda shunga fokus qilamiz. Celery'ni periodiический tasklar orqali ham ishlatsa bo'ladi, ya'ni mavsumiy yoki kunlik, har kun qaysidir aynan vaqtda. Bu haqida keyinroq gaplashamiz. Hozirgi darsimizda esa faqat Celery worker haqida gaplashamiz. Tasavvur qilamiz, Django applicationimizda qandaydir juda ham ko'p vaqtni oladigan funksiyamiz bor. Ushbu funksiyamiz ichida biz foydalanuvchilarimizning sotuvlari bo'yicha report tayyorlaymiz. Ushbu report juda ham ko'p vaqt oladi. Foydalanuvchilarimiz esa so'rovni yuborgandan so'ng kutib turishlari kerak. Aynan mana shu narsani oldini olish uchun bugun Celery bilan birgalikda yechim qilamiz. Celery'ni so'zlashdan oldin men sizlarga real case ni ko'rsatib beraman. Report model yozamiz va report generatsiya qilamiz pandas orqali va shundan so'ng ikkita API chiqaramiz. Post va get API lar. Post API yangi reportni olish uchun so'rov yuborsa, get API esa report tayyor bo'lgandan so'ng o'sha faylni yuklab olish uchun xizmat qiladi. Ana shundan so'ng haqiqiy og'riqli nuqtagacha yetib borganimizdan keyin Celery qanday shu vaziyatni yengillashtirib berishini sizlar bilan ko'rib chiqamiz va Celery'ni o'rnatamiz. Redislarni sozlaymiz, asinxron taskimizni yozamiz. Keling, unda boshladik. Kodlarimiz oldingi darsimizdagi kodlardan olingan. Yodingizda bo'lsa, ko'p muhitli environmentlarni sozlagan vaqtimizda Docker, Compose, Docker fayllarni yozib bir nechta environmentlarga ham bo'lgandik. Aynan shu kodlar ustida kod yozishni davom ettiramiz. Birinchi qiladigan ishimiz Poetry orqali Celery, Redis va Pandasni o'rnatib olamiz. O'rnatib oldik. Endi yangi application yaratamiz. Applicationimiz nomi Sales bo'ladi. Sales appimizni yaratib oldik. Sales appimiz yaratildi. Ushbu appimizni settingsda ro'yxatdan o'tkazamiz. Installed apps ga kelamiz. Shu yerda yozib qo'yamiz. Sales Models payga keladigan bo'lsak, mana shu yerda report modelimizni yozishimiz mumkin. Report model kodlarini oldindan tayyorlab qo'yganman. Mana bu yerga hozir nusxalab tashlayman. Mana ID'miz UID ko'rinishida bo'ladi. Yaratilgan vaqtni yozib boramiz. Statusimiz bor, 4 xil status: pending, processing, completed, failed. Avtomatik holatda pending statusda bo'ladi va faylimiz bo'ladi, aynan reportimiz. Reports degan folder ichiga yoziladi. Endi keling make migration komandasi orqali modelimizni yaratib oldik. Endi ushbu modelni tablitsalarimizga yozamiz. Tablitsalarimizga yozildi muvaffaqiyatli. Kodlarimizga qaytamiz. Endiki qiladigan ishimiz URL spy yaratamiz. Sales ichida va asosiy URL ga kelgan holda mana bu yerdan turib Sales ga jo'natib yuboramiz. Menimcha bu tomonlarni barcha bilsa kerak, bu joylarga ortiqcha izoh kerak emas. Agarda sizda qandaydir
muammolar bo'ladigan bo'lsa, mana shu qismlarda ham men to'liq kursim bor. Django bo'yicha ushbu kursimni ko'rib chiqishni sizlarga tavsiya qilaman. Sales URLs ga yubordik. Ana endi Sales URLs ichida ikkita URL yaratamiz. URLlarimiz quyidagicha. Birinchi URLimiz reportni generatsiya qiladi. Ikkinchisi esa ushbu reportni olish kerak bo'ladi. Aynan fayl ko'rinishida. Ushbu ikkita funksiyamizni yaratib olamiz. Funksiyalarimizni VFSpy ichida yaratamiz. Ushbu funksiyamizni hech qanday klass ko'rinishida yozmayman. Sababi hozirgi darsimizda asosiy maqsadimiz umumiy flowni ko'rib chiqish. Funksiya ko'rinishida oddiy qilib yozib ketaman. Modulsdan report import qilamiz. JSON response-ni import qilib olamiz. E'tibor qilamiz. Bu yerda biz nima qilyapmiz? Report yaratamiz va ushbu report ID'sini funksiyamizga berib yuboramiz. Ushbu funksiyamiz esa ushbu ID asosida reportni generatsiya qilishni boshlaydi. Hozir bu funksiyamizni ham yaratamiz va shundan so'ng orqaga mana bunday responsni qaytaradi. Keling, sales ichida utilspy ochaman. Utilspy ichida esa ushbu funksiyani yarataman. Funksiyamiz report ID ni qabul qiladi. Yaxshi. Funksiyamizni ichini yozamiz endi. E'tibor qiling. Endi sizlarga ushbu funksiya ichida nima yozilganini ko'rsatib tushuntirib beraman. Birinchi navbatda reportni ID'si bo'yicha olyapmiz va ushbu report statusini processingga o'zgartiryapmiz. Sababi proses boshlanyapti. Shundan so'ng mana bu yerda 25 soniyali dasturni to'xtatib qo'yapmiz. 25 soniyaga dastur to'xtaydi. Bu yerda juda ham kichkina ma'lumot olinganligi uchun bir necha soniya ketishi mumkin. Shuning uchun men simulyatsiya qilgan holatda 25 soniyaga dasturni to'xtatib qo'yaman. Data yaratilyapti, data frame yaratilyapti va mana bu yerda bufferga olinyapti. Shundan so'ng bufferdagi fayl reportimizda fayl fildimiz bor edi. Ushbu fayl fildimizga yozilyapti. Barchasi muvaffaqiyatli tugagandan so'ng report statusi completedga o'zgartirilyapti. Va barchasi shu yerda tugaydi. Yaxshi. Keling endi mana bu yerda from generate report. Mana reportni generatsiya qiladigan funksiyamizni
import qilib oldik. Generate sales report o'tadigan bo'lsak, bu yerda ham menimcha hammasi yaxshi. Endigi qiladigan ishimiz serverimizni ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Xatolik, get report mavjud emas deyapti. Ha, mana bu yerda get report mavjud emas. Keling, get reportni ham import qilamiz va VS ga o'tib yaratamiz. Get reportimiz quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. File response bu yerda smart str. Keling endi get report nima ishni amalga oshiryapti. ID bo'yicha reportni topadi, aks holda 404 errorni orqaga qaytaradi. Agar fayl bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyda balki fayl bilan tekshirishimiz mumkin yoki status bilan tekshirishimiz ham mumkin. Bizda yodingizda bo'lsa, status completed bo'ladigan bo'lsa, barchasi muvaffaqiyatli ekanligini bildirardi. Yaxshi, shu holatda qoldirsak ham bo'ladi. Shundan so'ng file response yaratyapman va report faylimiz ichidagi ma'lumotlarni binary ko'rinishda attachmentga olyapman va ushbu response fayl nomini smart.str orqali olyapman. Shundan so'ng responsni orqaga qaytaryapmiz. Agarda hali fayl tayyor bo'lmasa, hali ham proses jarayoni ketayotgan bo'lsa, shunchaki mana bu yerda error emas, message qilamiz. Report is still processing. 202 orqali qaytarishimiz mumkin. Aks holda error qaytaramiz. Report file not found degan errorni qaytaramiz. Keling endi brauzerimizga o'tamiz. Serverimiz ishga tushdi. Brauzerimizga o'tib 127.001.8000 mana shu dan so'ng sales va salesdan so'ng bunday report. Enter tugmasini bosamiz. E'tibor qilamiz. So'rovimizni amalga oshirishni boshladi. Sahifa zagruska qilib turibdi. Endi backendimizga o'tamiz. To'g'ri, konsolimizga. Konsolimizda ham boshlandi. Requestni qayta ishlash. Qani kutamiz. Mana 25 soniya o'tgandan so'ng bizga javob keldi. Yodingizda bo'lsa, biz utilspyda mana bu yerda mana 25 soniyaga uxlatib qo'ygandik dasturimizni. Aynan mana shuning uchun foydalanuvchimiz 25 soniya mana shu reportimiz tayyor bo'lishini kutishga vaqt sarfladi. Keling endi ushbu reportimizni olamiz. Reportdan so'ng report ID'sini yuborishimiz kerak edi. Reportimizni yuklab oldik. Ochib ko'ramiz reportimizni. E'tibor qiling, order ID, customer, total. Ushbu ma'lumotlarni biz mana bu yerda ko'rsatgandik. Xuddi shu ma'lumotlarni report ko'rinishida qaytarib berdi. Albatta bu fake data hisoblanadi. Agarda sizda million yoki milliondan ko'proq ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, albatta 25 soniyadan ham ko'proq vaqtni oladi. Aynan mana shunaqa holatlarda biz ushbu report yaratishni
orqa fonda, ya'ni backgroundda amalga oshirishimiz kerak, sababi userimizni vaqtini olmaslik uchun. Bu ishni qanday amalga oshirishimiz mumkin? Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Buning uchun Celery'ni sozlashimiz kerak bo'ladi. Ushbu saytga o'tamiz. Keling, agendamizga ozgina ko'z tashlab olaylik. Get va postlarni yaratdik. Celery'ni setup qilishimiz kerak. Yaxshi. docs.celeryq.dev saytiga o'tadigan bo'lsangiz, mana bu yerda qanday qilib Celery'ni Django bilan integratsiya qilish bo'yicha to'liq dokumentatsiya keltirilgan. Hozirgi sozlamalar ushbu dokumentatsiya asosida olib boriladi. Birinchi navbatda aytayaptiki, celery.py faylini yaratib ol, deyapti. Celery.py faylini core ichida yaratamiz. Ushbu faylimiz content'i nima bo'ladi? Contentimiz quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Birinchi navbatda Django bilan Celery bir-birini tushunishi uchun Django settings modulini environmentga biriktirish kerak. Shundan so'ng yangi app yaratamiz. Ushbu app settingsimizdan kerakli sozlamalarni olishi uchun mana bu kodimizni yozamiz. Config from object va shundan so'ng auto discover tasks. Hozir hammasini birma-bir tushuntirib beraman. Hech qanday tushunmovchilik qolmaydi sizda. Mana bu yerda ham xuddi shu narsa ko'rsatilgan. Proyekt yaratildi, application yaratildi va settingsdan olinish kerak deyapti. Mana auto discover tasks. Keyingi qiladigan ishimiz mana shu kodni olib init.py ga tashlashimiz kerak. Init.py ga o'tamiz va nega bu ishni amalga oshiryapmiz? Bu ishni amalga oshirishimizga sabab biz applicationimizni ishga tushirgan vaqtimizda celery.py fayligacha yetib kelmaydi workerimiz. Workerimiz ushbu fayl borligini va Celery uchun application yaratish kerakligini init.py orqali aniqlaydi. Mana masalan oddiygina bir misol. Celery.py fayliga o'taman va mana shu yerda oddiy bitta print yozamiz. Celery is starting. Endi to'xtatamiz. Run server komandasini amalga oshiramiz. Run server komandasidan so'ng yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsangiz, hech qanday print chiqmayapti bu yerda. Sababi ushbu workerimiz xabari yo'q celery.py fayl borligidan. Haqiqatan ham biz shunchaki oddiy fayl yaratdik va ushbu faylni avtomatik holatda o'qiy olmaydi. Django init.py dan boshlaydi. Aynan worker mana shu faylni kelib tekshiradi. Agarda siz mana shu fayl ichida qandaydir narsalar yozadigan bo'lsangiz, bu ma'lumotlar o'qiladi. Django is starting. Mana keling, oldingda Django is starting degan messajni qo'yaman va qaytadan stop qilaman. Konsolni tozalab tashlayman va qayta run server qilaman. E'tibor qiling, birinchi navbatda Django is starting degan yozuv ekranga chiqdi. Bu degani mana shu fayl Djangoning workeri, umuman olganda Djangoning workeri emas, unicorn bo'lishi mumkin, unicorn bo'lishi mumkin. Request yuborgandan so'ng Django o'sha requestni qayta ishlash uchun birinchi navbatda sozlamalarni olishni, demak mana init.py dan boshlaydi, settings paylarga kiradi, barcha sozlamalarni o'qiydi. Menimcha bu tomon tushunarli bo'ldi. Endi bu messajni o'chirib tashlaymiz va mana bu kodimizni ochamiz. Endi ko'ramiz, Celery is starting yozuvi ekranga chiqadimi yoki yo'qmi. To'xtatamiz. Konsol tozalab run server komandasini beraman. E'tibor qilamiz, Celery is starting degan komanda ekranga chiqdi. Agarda sizda qandaydir xatolik bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyda error olasiz.
Yaxshi. Menimcha bu message kerak emas. Endi mana bu kodlarga o'tamiz. Nega namespace salary deb yozilgan, nega auto discover tasks degan narsa kerak, 7 va 8 linelar haqida to'liqroq ma'lumot beraman. Dokumentatsiyada ham keltirilgan. Mana shu dokumentatsiyani o'qib chiqsangiz ham to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Mana bu yerda nima uchun Django settings modul, nima uchun application yaratilyapti, mana bu narsa nima ma'noni beradi. Keling endi xuddi shu ma'lumotlarni sizlarga oddiy sodda tilda tushuntirib beraman. Ushbu serverimizni sozlashimiz uchun bizga qo'shimcha sozlamalar kerak bo'ladi. Ushbu sozlamalarni biz qayerda saqlaymiz? Biz albatta barcha sozlamalarni settings faylimiz ichida saqlaymiz. Ushbu settings faylimiz ichida yozamiz sozlamalarimizni. Birinchi sozlamamiz salary broker URL. Shundan so'ng mana bu ikkita sozlama ham kerak bo'ladi. Accept content, salary task serializer. Ushbu sozlamalar nima degani? Ushbu sozlamalar ma'lumotlarni qanday content turida qabul qilish kerak va task qanaqa ko'rinishda serializerdan foydalanib ma'lumotlarni serialize qilishda va brokerimiz nima? Brokerimiz, hozir broker haqida ham ma'lumot beraman. Brokerda e'tibor bersangiz Redis URL qo'yilgan. Broker o'zi nima vazifani bajaradi? Asinxron taskimizni yaratib ishga tushirib olganimizdan so'ng men sizlarga aynan mana shu joyga qaytib broker nima ish qilishini to'liqroq ochib beraman, chunki hozir shunchaki nazariy aytganim bilan tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. Hozircha nega mana bu yerda namespace salary deb yozilganiga to'xtalaman. Mana bu 7 va 8 linelarni tushuntirib ketaman. Birinchisi 7-lineda aytilyaptiki, barcha sozlamalarni settingsdan ol. Mana Django conf ichida settings bor. Aynan o'zimizni settingsimiz va barchasi salary bilan boshlanadiganlarni e'tibor qiling. Barchasi salary bilan boshlanyapti. Ushbu namespace bilan boshlanyapti. Aynan mana shular salary tomonidan o'qiladi. Istasangiz o'zgartirishingiz mumkin, lekin men salaryni afzal ko'raman, salary namespace'ini. Keyingisi auto discover tasks. Bu nima degani? Bu degani bizni tasklarimizni avtomatik o'qishiga yordam beradigan aynan funksiya hisoblanadi. Mana dokumentatsiyaga o'tamiz. Dokumentatsiyada aniq qilib aytib qo'yilgan. E'tibor qiling, application 1 va application 2 ikkita application bor deyapti hozirgi vaziyatda. Aynan shu application ichida tasks.py yaratib, shuning ichiga taskimizni yozib qo'yadigan bo'lsak, aynan mana shu avtomatik holatda topib boradi. Keling, sales ichida tasks degan fayl yaratamiz va utilsdagi mana bu funksiyamizni to'liqligicha olaman. To'liqligicha va tasks ichiga tashlayman. Xuddi o'sha funksiyadan foydalanyapmiz, faqat bitta shartli tomoni bor. Dekoratorimizni yozishimiz kerak. Shared tasks. Shared taskni esa salaryda import qilish kerak. Bu salary siz mana bu yerda yozgan faylingiz emas. Bu salary shunchaki o'rnatilgan package. Mana ustiga o'tib kirib ko'rishingiz ham mumkin. O'rnatilgan packageda shared task degan dekorator bor. Ushbu dekoratordan foydalangan holatda mana shu funksiyangiz asinxron yoki background task ekanligini salaryga tushuntirishingiz mumkin. Endi nima qilamiz? Endi salary py ichida komandani ham yozib qo'yganman mana. Salary -a core worker log level info. Dokumentatsiyada ham bor ushbu komanda. Mana bu yerda qanday qilib sample task yaratish mumkinligi haqida ham ma'lumot berilgan. Hozir biz sample task qilmaymiz. Bizda chunki tayyor funksiyamiz bor, allaqachon qilingan.
Qo'shimcha sozlamalar ham bor bu yerda. Masalan, tranzaksiyamiz commit qilingandan so'ng ushbu funksiyamiz bajarilishini xohlasangiz, mana bu yerda mana delay on commit shunga o'xshash narsalar ham bor. Agarda qandaydir muammo yuzaga keladigan bo'lsa, albatta dokumentatsiya bilan tanishib chiqing. Men sizlarga hozir umumiy ma'lumotlar haqida gapirib ketyapman. E'tibor qiling, salary minus a dan keyin proyekt nomi ko'rsatilishi kerak. Hozirgi vaziyatda proj deb yozilgan, lekin bizning holatimizda core. Demak, proyektimizning nomi, applicationimizning nomi core to'g'ri. Mana shuning uchun minus a dan so'ng core qo'yganman. Agarda boshqa narsaga o'zgartiradigan bo'lsangiz, albatta mana bu yerni ham o'zgartirishni yoddan chiqarmang. Worker so'ziga keladigan bo'lsak, bu o'zgarmaydi. Sababi salary worker yaratilayotganligini bildiradi. Log levelga keladigan bo'lsak, istasangiz mana bunday ko'rinishda log level deb yozishingiz mumkin yoki shunchaki dokumentatsiyada aytilgandek -l info shunga o'xshash yozishingiz ham mumkin. Menimcha log level nima ekanligini barcha bilsa kerak. Loglarni info holatda chiqarib beradi. Endigi qiladigan ishimiz yana bitta terminal yarataman. Yana bitta terminalda, keyingi terminalimizda endi salary worker ni ishga tushiraman. Salary mavjud emas, ha to'g'ri. Aktivatsiya qilib olishimiz kerak. Endi qayta ishga tushiramiz. E'tibor qilamiz. Mana salaryimiz ishga tushgandan so'ng environmentlarimiz, secret keylarimiz bu tomonlari juda muhim emas. Mana bu joy muhim. Siz qaysi tasklarni hozirgi holatda ro'yxatga olgansiz? Sales applicationing ichida tasks degan faylimiz ichida generate sales report degan taskimiz bor ekan. Aynan mana shu taskimizni topib keldi. Agarda sizda boshqa tasklar ham bo'ladigan bo'lsa, lekin ular mana bu yerda ko'rinmayotgan bo'lsa, albatta sizda qandaydir xatolik bor. Balki fayl nomini noto'g'ri yozgandirsiz, balki mana bu dekoratorni ishlatishni unutgandirsiz. Bo'lishi mumkin. Shuning uchun izlanib ko'rasiz. Men esa davom etaman. Keling endi mana bu yerda e'tibor qilamiz. Connected to Redis deyapti. Redisga ulandi deyapti. Yana bitta terminal ochaman. Bu yerda Redis CLI orqali kiraman. Adashmasam, keling Redisni qanday qilib tozalab tashlasa bo'ladi? Redis clear all keys. Barcha keylarni tozalab tashlashim kerak men. Flash all. Mana bunday flash all komandasini beradigan bo'lsam, barchasini tozalab tashladi. Keling to'xtatamiz. Salary workerimizni to'xtatamiz. Redisga o'tamiz va barcha keylarni tekshirib ko'ramiz. Keys. Hech qanday key mavjud emas. Mana empty array qaytyapti. Endi salary workerimizni qayta ishga tushiramiz. Ishga tushirdik. Keylarni qayta tekshiramiz. E'tibor qiling. 3 ta key yaratildi. Combo binding salary pitbox va combo binding salary va salary. Umuman olganda bular bizga juda ham taalluqli narsa emas. Bular orqa fonda salary tomonidan ishlatiladi. Biz Redisni mana o'sha qismga qaytaman hozir. Settingsdan nega brokerga salary Redisni qo'ygandik. O'zingizga e'tibor qilasizlar. Broker URL ga Redis URL ni qo'yapman. Redis URL nima edi? Redis URL mana Redis host, Redis port va 0-database dan foydalanish kerak deyapti. Aynan broker sifatida Redisni ro'yxatga olganligim uchun hozir bizda salary Redisdan foydalanyapti. Ma'lumotlarni vaqtinchalik yozib qo'yish uchun. Sababi mana bu tasklar ro'yxatga olinganligini qayerdadir saqlab turish kerak. Agarda qayerdadir saqlanmasa, shunchaki o'chib ketib qolishi mumkin. Bundan tashqari
boshqa brokerlardan ham foydalansa bo'ladi. Celery RabbitMQ broker. RabbitMQ ni sozlash uchun birinchi navbatda RabbitMQ ni o'rnatib olish kerak va shundan so'ng o'zingizni credentiallaringizni olganingizdan so'ng broker URL joyida mana bunday URL qo'yiladi. Hozirgi broker URLimiz Redis bilan boshlanadi. Sababi Redis bo'lganligi uchun. Agar RabbitMQ bo'ladigan bo'lsa, mana bunday MQP bilan boshlanishi kerak. Davom etamiz. Celery workerimiz ishga tushdi. Endigi qiladigan ishimiz nima? Endi asosiy dasturimizga boradigan bo'lsak, report yaratadigan funksiyamiz utilsdan import qilingan. Endi shuni o'zgartiraman. Tasksdan import qilaman va qo'shimchasiga xuddi dokumentatsiyada ko'rsatilganidek mana bunday nuqta delay orqali chaqiraman. To'g'ridan to'g'ri chaqirmaymiz. Nuqta delay. Endi ko'ramiz. Ushbu funksiyamiz ichida hali ham 25 soniyali to'xtatib turadigan kodimiz turibdi. Va albatta asosiy dasturda o'zgarish qilingandan so'ng Celery workerni ham to'xtatib qayta ishga tushirish kerak. O'zi umuman olganda Celery worker qanday ishlaydi degan savol tug'ilishi mumkin ko'pchilikda. Aynan bizning mana shu applicationimiz ustida ishlaydi Celery worker. Xuddi run serverni mana bunday menimcha no reload edi. Bir daqiqa men sizlarga hozir aytaman. Django run server no reload. Mana bunday. No reload degan qo'shilishi kerak yozuv. No reload. Endi tasavvur qiling. Mana bunday no reload bilan ishga tushirdim. Endi kirib dastur ichida qandaydir o'zgarish qiladigan bo'lsam, albatta bu o'zgarishim mana bu yerga ta'sir qilmaydi. Xuddi shunday siz qandaydir o'zgarish qilsangiz kodlaringizda Celery bu o'zgarishlarni bilmaydi. Sababi ushbu o'zgarishlar mana bu vaqtga qaraydigan bo'lsak 08:26 bu yerda UTS time. Mana shu vaziyatda ro'yxatga olinganda, o'sha vaziyatda mana shu funksiyamiz ichida kodlar qanday bo'lsa, o'sha holatda ishlaydi. Shuni ham yoddan chiqarmaslik kerak. Endi stop qilamiz workerimizni. Workerimizni qayta ishga tushiramiz. Endi savol tug'ilishi mumkin. Workerimiz ichidagi mana bu taskni, taskimiz bor, generate sales report. Ushbu taskni qanday ishga tushirsak bo'ladi? Delay komandasini yozdik, mana bu yerda, mana delay orqali ishga tushiramiz dedik. Lekin mana bu yerda aynan projektimizni run server qilib ko'tarmasdan turib ham shunchaki shell orqali kirib ham ushbu taskimizni, workerimizni ishlatishimiz mumkin. Umuman olganda worker o'zi mustaqil narsa, mustaqil holatda ko'tarildi hozir. Ushbu worker agarda siz qandaydir tasklarni beradigan bo'lsangiz, sizga bajarib beradi. Men hozir sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsam
workerni ishlatish uchun run server komandasi orqali mana bu serverni ko'tarib qo'yish majburiy emas. Menimcha tushundingiz deb o'ylayman. Agarda qandaydir tushunmovchiliklar yuzaga kelgan bo'lsa, keyingi darsimizda Docker Compose orqali servislarga olgan vaqtimizda men sizlarga yana ham mana shu qismlari haqida to'liqroq ma'lumot beraman. Nega bular haqida qo'shimcha ma'lumot beryapman? Sababi real proyektlarda Celery'ni qo'llagan vaqtingizda debug qilishingiz kerak bo'ladi. Debug qilish vaqtida nima qanday ishlashini yaxshi tushunib olgan bo'lsangiz, debug qilishga qiynalmaysiz. Men esa davom etaman. Agarda savollar bo'lsa, kommentlarda yozib qoldirishingiz ham mumkin. Javob beraman albatta. Workerimiz ko'tarildi. Ushbu proyektimiz ham run server qilib ko'tarildi. Endi mana bu sales report funksiyasiga yana so'rov yuboraman. Bu safar keling networkni ochamiz. Developer tools network. So'rov yubordik. E'tibor qiling. 69 millisekund vaqtni oldi. Hech qanday asosiy dasturimiz bloklanmadi. Django workerimizda hammasi yaxshi. 200 response orqaga qaytdi. Celery'ga keladigan bo'lsak, generating report started. Demak, reportni yaratishni boshladi. Hozir jarayon ketmoqda. Keling shu vaziyatda biz mana bu ID orqali tekshirib ko'ramiz. Qani barchasi qanday ketyapti? Menimcha ulgurmadik. 30 soniya o'tib ulgurdi. Keling shuni 60 ga o'zgartiraman va qayta Celery'mizni to'xtataman. Qayta ishga tushiraman. Run serverimiz avtomatik holatda reload bo'ladi. Endiga qiladigan ishim yana kelaman. Reportga bosaman. Bu safar ham 53 millisekund vaqt ketdi. Endi mana shu ID ni olib bu URL ga yuboradigan bo'lsam, ya'ni report faylini olish uchun report is still processing deyapti. Hali report tayyor emas. Userimiz ketma-ket mana shunday so'rov yuborib turishi mumkin yoki frontend backendga so'rov yuborib turishi mumkin yoki WebSocket qilishingiz mumkin. Bu o'zingizning xohishingizga bog'liq. Maqsad hozir orqa fonda report tayyorlanyapti. Mana reportni tayyorlash boshlangan. Birma-bir statuslar bilan ham tanishib chiqasiz. Loginlarni qo'yib chiqqandim. 1 daqiqa time out ham qo'ygandik o'rtada, yodingizda bo'lsa, time sleep. E'tibor qiling. Birinchi stepda ma'lumotlar databasedan olindi, data frame yaratildi, CSV data frame CSV faylga yozildi va ushbu CSV fayl saqlandi va reportning statusi o'zgartirildi. Endi xuddi shu URL ga kelib yangilab yuboradigan bo'lsak, bu safar faylni yuklab oldi. Ushbu fayl ichida ma'lumotlar. Menimcha endi sizlarga tushunarli bo'ldi. Backgroundda yoki asinxron ko'rinishda taskni amalga oshirish nima ekanligi va bu narsa juda ham foydali. Userlar uchun ham qulay. Userlar ortiqcha vaqt yo'qotmaydi. Sababi siz mana bu yerda report ID'sini berasiz va report tayyor bo'lishi haqida ma'lumot berasiz. Shundan so'ng balki reportning qanchalik kattaligiga bog'liq. Balki 1 soat, balki 2 soat, balki 3 soat vaqt ketar. Shunga qarab userga kerakli xabarni berish kerak. Demak, 1 soatdan keyin 1 soat ichida report tayyor bo'ladi. Shunga o'xshash xabarni berish kerak va user biladiki 1 soatdan keyin qayta kelib request qiladigan bo'lsa, reportni olishi mumkin. Redisni sozladik. Broker sifatida Celery'da asinxron tasklarni
tekshirib ko'rdik. Endi Celery tasklarini Django adminka orqali monitor qilishni ko'rsatib beraman sizlarga hozir. Buning uchun bizga kerak bo'ladi, mana dokumentatsiyaga qaytamiz. Mana bu yerda Django Celery Results degan narsa bor. Ushbu Django Celery Results dan foydalanamiz. Ushbu package-ni o'rnatib olamiz. Workerimizni to'xtataman. Django Celery Results o'rnatildi. Ushbu Django Celery Results ning vazifasi nima? Sozlamalarimizga qaytamiz, settings'imizga o'tamiz. Default settings. Mana bu yerda broker URL da Redis qo'yilgan. Bundan tashqari Celery backend URL. Keling, mana shu Celery backend URL haqida yana qo'shimcha ma'lumot olamiz. Celery backend URL. Mana bu yerda izlab ko'raman. Shunchaki backend task result backend settings ga o'taman. E'tibor qilamiz. Aynan rezultatni, ya'ni mana bu yerda biz tasklarimizni amalga oshirdik. Ushbu tasklarimiz qandaydir rezultatni qaytardi. Ushbu rezultatlar bizga lekin qorong'u. Orqa fonda amalga oshirilganligi uchun hech qanday xabarimiz yo'q. Ushbu rezultatlarni Django orqali saqlab borsa bo'ladi. Aynan Django Celery Results shuning uchun kerak. Mana bu dokumentatsiyada aytilganlari ham xohlasangiz RabbitMQ dan, SQL Alchemy, Redis dan, MongoDB, Cassandra, Elasticsearch juda ham S3 variantlar juda ham ko'p. Biz esa hozir Django ning o'zidan foydalanamiz. Installed apps ga boramiz va mana bu appni ro'yxatga olamiz. Ro'yxatga oldik. Keyingi qiladigan ishimiz migratsiya qilib olishimiz kerak. Migratsiyalarni qilib oldik. Celery result backend konstantasiga DjangoDB degan qiymatni yozishimiz kerak. Aynan mana shu joyda DjangoDB. Bu degani tasklarning rezultatlarini DjangoDB ga yozib qo'yadi. Keling endi qayta ishga tushiramiz workerimizni. Workerimiz ishga tushdi. Run server qilingan. Run serverni to'xtataman. Super user yarataman. Super user nomi admin, elektron pochta kerak emas, parol 1 barchasiga roziman. Endi qayta run server komandasini beraman. Serverimiz run bo'ldi. Adminkamizga o'tamiz. Admin bir parolimizni teramiz. E'tibor qilamiz, Celery Results degan application paydo bo'lgan. Tasklarning rezultatlarini mana shu yerda ko'rish mumkin. Yangi task yaratish, yangi report yaratish uchun so'rov yuboramiz. Mana bu ID ni berdi. Endi kutamiz. Menimcha 60 daqiqa turibdi hali ham. Ha, 60 daqiqa turibdi. Workerimizga o'tamiz.
workerimiz ishni boshlagan. Yana bir narsani aytib o'tib ketay. Mana bu yerda qabul qilindi degan yozuvni ko'rib turibmiz. Received. Aynan mana shu broker orqali qabul qilinadi. Birinchi navbatda ma'lumot kelib brokerga tushadi va ushbu brokerdan salary worker oladi shu taskni bajarish uchun. Muvaffaqiyatli bajarildi. Endi adminkamizga o'tamiz. Sahifamizni yangilaymiz. E'tibor qilamiz, task ID yaratildi. Result dataga qaraydigan bo'lsak, generated report completed. Report muvaffaqiyatli bajarilgan. Xuddi shunday ko'rinishda istalgancha asinxron yoki background tasklarni ro'yxatga olishingiz mumkin. Bugungi darsimiz esa o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.